Oltin zamon xabarlari. Oliy toifali o'qituvchilar uchun maqsadli magistratura joriy etiladi. O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim maktabining oliy malaka toifasiga ega o'qituvchilar uchun pedagogika sohasida maqsadli magistratura joriy etiladi. Prezidentning pedagog kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligiga bu bo'yicha 2025-yil yakuniga qadar Vazirlar Mahkamasiga taklif kiritish vazifa belgilangan. Farmonga ko'ra, maqsadli magistraturani 2026-2027 o'quv yilidan boshlab to'lov-kontrakt asosida tashkil etish ko'zda tutilgan. Oliy malaka toifasiga ega o'qituvchilarning ishdan ajralmagan holda bilim olishlari uchun ta'lim jarayoni masofaviy ta'lim shaklida tashkil etiladi, deb yozadi Daryo.uz. Sizlarni bu yangiliklardan xabardor etgan jurnalist Sevinchoy Zafar qizi.